Hozir mana kichkina o'g'lim qovun zakaz qilgan edi. Eshik tagiga yetib keldim darvozamizga sekin hozir emotsiyasini ko'rasiz hozir. Mana shu zakaz berganda mana shunga. Bunisi kattasi. Ha! Qovun? Ha? Nima-yu? Ana, o'g'il bola shunaqa bo'lar ekanda. Mana, oy, mana. Mana qovun. O, qarang. Endi videoga chetirganini endi bilib qoldim. Sog' bo'linglar. Bu dunyoda hamma farzandim, bolam chaqam deb yashaydi ekanda. Mana shularni ko'yini uchun ota-onamiz bizga mana shunaqa bo'lib yashab o'tishgan ekanda. Shuning uchun qarishar ekan ota-onalar. Sog' bo'ling.